Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi videomizda 3 kW 3000 оборот Rubin motor bilan jihozlangan universal drabelkamizni obzorini qilib o'tamiz. Apparat universal hashakni ham yemni ham maydalaydi. Yem hashak uchun setkasi yirikrog'i, ya'ni o'ziga o'z mayinrog'ini o'rnatib qo'yganmiz. Bundan tashqari donni yorma qiladigan hamda donni un qilib beradigan setkalari ham bor. Apparat universal. Hozir Silo saralashtirgandik meshelkamizda hozirroq somon kerak bo'ladi. Mana yarimta prista hozir chiqarib video qilib beramiz. Xudo xolasa sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman. Apparatimizning narxi 2.500.000 so'm, ya'ni 2.5 million. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib buyurtma bersalaring bo'laveradi. Hozir bo'lmasa biz somon chiqarib ko'rsatib beramiz. Tagimiz ozgina yomg'irda qolgan ekan, namroq ekan, lekin o'shanda ham mana lekin chiqishi zo'r. Mayligiga baho berasizlar. Bomba. Zo'r. Ayniqsa maynaga meshalkaga mana shu mayin holatda chiqargan yaxshi. Sababi meshalka ham qiynalmaydi. Hozir buni yana meshalkamizga to'kib aralashtirib, xudo xolasa buni so'rovni qilsak egalariga jo'natamiz. Hozircha shu, xudo xolasa keyingi videolarda bunda don maydalab ham ko'rsatib berish kerak qilamiz. Buning uchun kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilamiz. Yana bir marta eslatib o'taman. 3 kW 3000 оборот Rubin motor qo'yilgan. Narxi 2.500.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida.